boshlaydi. Boshladingmi? Ha. Bugun skladimizni qisqa obzorini qilib bersam sizlarga. Bizda hozir qo'limizda K8 oldi moddasi bor. И K5 orqa zarur bor. Bunda полный bu GT line. Orqa stoplari, orqa bagajlari hammasi inshaalloh radnoyga deb sotiladi. Mana krılolari bemalol bu tomondan murojaat qilishingiz mumkin. Bu tomonda bizda bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Okeylar. Sportage, Sonata, Elantra и K5 xilidan bor. Hozir K5 sizlarga farqlarini, hammasini sportajlarning farqini hammasini tushuntirib beraman. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Va sportajdan boshlasam, okeylar, bu sportaj birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasida nima farq qiladi? Bu yerda общий обрисовкада farq bor. Обрисовкада burada kamera bo'ladi. Bunda kamera bo'lmaydi. Buni X-line deb atashadi ko'pincha. Full bo'ladi. И mana обрисовкада kamera bo'lmaydi, mana ko'rishlar mumkin. И pastda mana farq. Eng asosiy farq farada. Farasi buni oddiy lampochkali, buniki lupali. Kia Hyundai'larda asosan bilsanglar, birinchi pozitsiyalarga lampochkali faralarni qo'yadi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarga уже full LED li qo'yadi, lupalidan qo'yib, bu yoritishda juda ham katta farq bor. Sportage eng katta kamchiligi shu farasi birinchi pozitsiyasini, ikkinchi pozitsiyasidagi bu faraga zamin qilib olsangiz, xudo xolasa sizda yoritishi zo'r bo'lib, zo'r ishlaydi. Endi bu yerda mana bu Sonata, buni amerikankasi ham bor, amerikankasini ham yig'ib qo'yamiz. Hozir keyin kelayotgan konteynerimizda polni anaqasi bor. Bu mana to'rtta lupali, bu farasi full, mana oddiy anaqaday pozitsiyadagi Sonata nusxasi. Endi mana Elantra bu birinchi pozitsiya. Mana ko'rishlar mumkin, qora bufferda hammasini yig'ib qo'yamiz, mana faralari. Eng ko'pchilikka juda ham qiziq bo'layotgan mana K5 ko'pchilik farqini so'rayapti bizdan, farqini aytib berganimizda, bu mana birinchi pozitsiya K5. Bunda 4 ta lampochka bo'ladi, e'tibor berishingiz mumkin. Ana bu oddiy pozitsiyasi. И bunda o'zida поворотник bo'lmaydi. Bu koreyskiy versiyada bo'lmaydi. O'zida поворотник, lekin Xitoy versiyada 4 talik bo'lsa ham поворотник o'zida bo'ladi. Поворотник koreyskiy versiyada bu bo'ladi. Endi bu K5 GT Line da 1, 2, 3 ta lupali bo'ladi. GT Line qimmatroq hisoblanadi va buni yoritishi umuman boshqacha, e'tibor beringlar, bunda tumanka yo'q. Поворотник yo'q, to'g'ri, bunda поворотник yo'q. Поворотник yo'qligi bu farani o'zida поворотник yonadi. Endi bu bo'lsa yangilik biz bozorda. Hali bu mashina O'zbekistonga kelmagan umuman. Buni faqatgina Amerika bozori uchun Kia Hyundai ishlab chiqargan. K5 2025-yil modeli. Bu juda ham derskiy va chiroyli ishlab chiqarilgan. Men uchun juda ham yoqadi. Inshaalloh K5 olsam, mana shunaqa derskiy morda qilib olaman. Bunda mana bu full buni ham. Ko'pchilik akalar so'rab, nimaga farasida arzon qimmat degan savollar berishganda, ular hozir ko'pchilik farqga bormaydi. Bu ham xuddi qanaqa mana shunda farq qilgan bo'lsa, lampochkali bilan lupali bo'lsa, bunda ham lampochkali versiyasi bor akalar. 3 ta lampochkasi bo'ladi, unaqa zo'r yoritmaydi. Bu bo'lsa full fara и mana bunda поворотниклari, mana tumankalar kelgan, mana K5larimiz, sportajlarimiz, remontlarimiz, mordalarimiz farqi mana shulardan iborat. Agar sizlarda qaysidir boshqa Kia Hyundai'ga qiziqish bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, qaysidirini obzorini qilib berish kerak bo'lsa, obzorini qilib beramiz. Qanaqadir farqlari bo'lsa, inshaalloh hammasini yozamiz. Qaysi mashina sizlarga qiziq bo'lsa, kommentda fikringizni yozib ketsanglar, hammasini obzorini qilib, inshaalloh borishga harakat qilamiz. Hammanglar sog' bo'linglar. Kia Hyundai zapchastlari kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Pastda telefon raqamlar yozilgan. Kia Hyundai barcha 2021-yildan tepa modellariga zapchas inshaalloh qilib beramiz. Bu yoqdagilari bo'lsa, Kia Hyundai zakazga olib kelib bera olamiz. Lekin v наличии u narsa yo'q.